Yahudiylar tomonidan kutilganidek Yamal tomonga hujum boshlandi. Barselonaning muxlisi bo'lmuş bu shaytonning ambasadorlari Yahudiylar tomonidan Yamalning manziliga shunaqangi iflos, jirkanch so'zlar Falastinga uchirilgan raketadek uchirilyapti yoki boshqa Yahudiy muxlislar bo'lsa, Yamalning kiyimlarini yirtishyapti, yoqishyapti. Xullas, Yamal tomonidan hujumlar, fleshmoblar boshlandi. Xabarlar bor, Yamal Barselonaning chempionlik paradida Falastin bayrog'ini baralla ko'tarib chiqqandi. Yahudiylar tomonidan qattiq tanqidga uchrashini butun dunyo, Yamalni o'zi ham bilib turgandi. Kutilganidek Isroilning telekanallari Yamalda bu ishni qoralab chiqyapti. Uni siyosiy pozitsiyasini oshkora namoyish qilishda ayblashmoqda va Yevropaning Yahudiylarga tegishli telekanallari ham Yamalda bu ishni qoralab obro'sizlantirishga urinyapti. Eng yomoni musulmon davlatlari, ommaviy axborotlari birontasi Yamalda tarafini olib chiqqani yo'q. Yahudiylar Yamalda jahon chempionatidagi Ispaniya tarkibiga qo'shmaslikni talab qilishyapti. Endi sizlarga savol: Yamalga shu narsa kerakmidi? Yamal endi oltin to'pdan, jahon chempionatidan bir umrga mahrum bo'ldimi? Fikringizni albatta kommentariyada yozinglar.